شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah azza va jalla al-Jabbar bo'lgan zot. Hukmini doim o'tkazadi. Faqat uning aytgani bo'ladi. Najotga yetishlik shansi 0 bo'lgan 3 ta holat. Musa alayhissalom. Fir'avn u kishini orqasidan quvib chiqdi qo'shini bilan. Necha yuz yillik qulchilikdan keyin Musa alayhissalom Banu Isroilni tunda olib chiqib ketdi Misrdan. Tong otganda Fir'avn o'zini o'sha zamondagi eng qudratli qo'shini bilan quvib orqasidan chiqdi. 600 ming Yahudi dengizni bo'yiga